Vijdon karvoni Anqaraga yetib bordi. 7 mart Vijdon karvoni Anqaraga yetib keldi. 6 mart saharda İstanbulning Yangi maydonidan 55 davlat va rayondan kelgan ayollar bilan yo'lga chiqqan 150 Sharq Turkistonlik ayol Anqaraga yetib bordi. Vijdon karvoni Anqaradagi ma'lum jamiyaga o'rinlashtirilgan bo'lib, Sharq Turkiston xalqiga vakolatan Vijdon karvoniga qatnashgan ayollar jamiya maydonida muxbirlarning ziyoratini qabul qilib, ko'z yeshi qilgan holda Xitoyning Sharq Turkistonda begunoh qiz ayollarimizni, onalarimizni turmaga, atalmish tarbiyalash lagerlariga qamaganligini, hatto bir qism ayollarimiz Xitoy tarafidan o'ldirilganligini o'ttirg'a qo'ydi. Faoliyat davomida bugun tushdan burun Vijdon karvonidagi har qaysi davlat vakillari Anqara raislik sarayida Cumhur rais Rajab Tayyip Erdo'g'an tarafidan kutib olindi. Sharq Turkiston xonimlari vakili Minavvar O'z Uyg'ur xonim Cumhur rais Rajab Tayyip Erdo'g'anning bo'yniga Sharq Turkiston bayrog'i besilgan sharpa asdi. Hamda Cumhur raisga Sharq Turkiston xalqining salom va duolarini yetkazib, Sharq Turkistonning hozirgi vaziyatini anglatdi. Chin Pokung Chin Chuangoni natsistlar Germaniyasidagi Gestapochilar boshlig'iga o'xshatdi. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha, bulturdan buyon barg'ancha yomonlashayotgan Sharq Turkistonning vaziyati xalqaro taratqularda tipik saqchi davlati, usti uchuq turma degan sifatlar bilan tasvirlanmoqda. Uyg'urlar va Xitoyning navbatdagi vaziyatini yaqindan ko'zatib kelayotgan Xitoy analizchilaridan Chin Pokung apandi Sharq Turkistonni usti uchuq jazo lageriga aylantirgan Chin Chuangoni natsistlar Germaniyasidagi Gestapochilarning boshlig'iga o'xshatdi. Şaming apandimi Sharq Turkistonda yo'l qo'yilayotgan yuqori besimli siyosatning amaliyotda Shi Jinping boshchiligidagi Xitoy markazidan loyihalanayotganligini, Chin Chuanggoning bu siyosiy o'yinning bosh rolchisi ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Tonilgan Xitoy vaziyat analizchilaridan Amerikaning Nyu-York shahridagi obzorchi Chin Pokung apandi yaqinda e'lon qilgan Chin Chuanggo yer shahridagi eng chong usti uchuq turmani barpo qildi sarlavhalik obzor maqolasida 2016 yili 8 oydan boshlab Sharq Turkistonda partikom sekretarlik vazifasiga o'ltirgan Chin Chuanggoning Sharq Turkistonni tipik saqchi davlatiga aylantirib, 100 minglagan Uyg'urlarni Gitler Germaniyasi davrida Yahudilar qamalgan jazo lagerlari, ya'ni atalmish tarbiyalash markazlariga qamayotganligini ta'kidladi. Obzorchi Chin Pokung mundaq dedi: Chin Chuanggo rayonda osmonda to'r, yerda qopqon nazorat sistemasi qurdi. U kelishi bilanla Sharq Turkistondagi saqchilarni hassalab ko'paytib, yangidan 30 mingdan ortiq saqchi qabul qildi. Butkul rayonda yangidan qurilgan atalmish bexatarlik tekshirish punktlari 7300 ga yetkazildi. Ko'ch-ko'ylardan aholilarning uylarigacha hamma joyga kuzatish kameralari o'rnatildi. Maktab bolalaridan fuqarolargacha qo'l telefonlar xohlagancha tekshirilib, kompyuterlarga nazorat yumtallari o'rnatildi. Butkul Sharq Turkistonda do'qmushlarda saqchi qorovulxonalari qurildi. Chin Pokung apandi yana Chin Chuanggoni zamonimizdagi Gestapochilarning kattivishi deb tasvirlash mumkin. Chin Chuanggo Uyg'urlarni turkumlab atalmish siyosiy tarbiyalash markazlari, ya'ni turma tusini olgan egiz tomlar qo'pirilib, tikanlik simlar tortilgan, nazorat chiroqlari o'rnatilgan qamoqxonalarga qamadi. Taratqulardan oshkorlanishicha, butkul Sharq Turkistonda taxminan 5% Uyg'ur atalmish siyosiy tarbiyalash markazlariga qamalgan. Sharq Turkistonning janubiy rayonlarida tutqun qilingan Uyg'urlar 40% ga yetkazilgan. Ularning qaroqsiz qolgan bolalari Darul-Tamlarga, hatto Xitoyning sharqiy rayonlaridagi Darul-Tamlarga elib ketilganligi oshkorlandi. Bu joylarni natsistlar Germaniyasi davridagi jazo lagerlariga yoki Xitoy kommunist hukumatining ilgirgi yillardagi emgak bilan tarbiyalash markazlariga o'xshatish mumkin. Bu joylarda Uyg'urlar qattiq qiynoqlarga duch kelmoqda. Hatto yaqinda atoqli bir Uyg'ur o'limasining bu xil tarbiyalash markazida o'lib ketganligi oshkorlandi. Chin Pokung apandi yana Chin Chuanggo davrida Uyg'urlarga qartilgan diniy e'tiqod, madaniyat, urf-odat bostirishning barg'ancha radikallashganligini tasvirlab, navbatda Uyg'urlarning ona tilida so'zlashish, Uyg'ur ma'rifati tarbiyalanishi butunlay cheklandi. Uyg'urlar madaniyat jihati xitoylashtirish, assimilyatsiya qilinish qismatiga uchirmoqda. Chin Chuanggo davridagi Sharq Turkiston xalqaro taratqularda deyilgandek usti uchuq turmaga, ya'ni butkul yer sharidagi eng chong usti uchuq turmaga aylantirildi dedi. Turkiya bilan O'zbekiston o'rtaq hamkorlik faoliyati uyushtirdi. 7 mart O'zbekistondan kelgan bir o'mak O'zbekiston bilan Turkiyaning keng doiralik hamkorlik munosabatini rivojlantirish uchun İstanbulda Türkiye bilan O'zbekiston o'rtaq hamkorlik faoliyati elib bordi.
Faoliyati O'zbekistonda necha 10 yillik Islom Karimov zulmidan keyin 2017-yil hukumat almish sababi bilan nurg'un o'zgarishlarning bo'lganligi. Ruslarning qo'rchiqi bo'lgan Karimov yillardan buyon O'zbekistonda ziyolilar, diniy olimlarni har xil ta'qib ostiga elib, bilimli kishilarni har xil usullar bilan o'ldirib kelganligi va O'zbekistonning mustaqil davlatlik rolini haqiqiy joriy qildira olmay kelganligini. Stalinning zulmidan qochib Sibiriyadan O'zbekistonga kelgan ko'chmanlar qabul qilingan bo'lsa-mu, biroq ularga yotadigan yer, tomoq berilmaganligi. O'zbekiston bundan keyin siyosiy panohlik tilaganlarla emas, balki zulm ostida qolgan turklarni mo qabul qilganligi. O'zbekiston Turkiya bilan qarindoshlik munosabati o'rnatib, oliy maktablar aro hamkorlik munosabatini mo yuqori pallaga ko'taradiganligi qatorliq masalalar muzokara qilindi. Mazkur faoliyatda Sharq Turkiston bayrog'i mo esildi. Rossiya Suriyada tushib ketgan aeroplani to'g'risida bayonot e'lon qildi. 7 mart Turkiya Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Rossiya Mudofaa ministrligi Antonov 26 tiplik yuk aeroplanining Suriyaning Himayim havo armiya bazasiga yaqin joyda tushib ketib, aeroplandagi 33 yo'lovchi bilan 6 nafar aeroplan xodimining hayotidan ayrilganligini bildirdi. Rossiya Mudofaa ministrligining bayonotida dastlabki tekshirishlarga qaraganda aeroplanning har qanday bir hujumga uchirmaganligining o'ttirg'i chiqqanligi, qazoning tekshirilayotganligi qayd qilindi. Qazoda aeroplandagi barliq kishilarning hayotidan ayrilganligiga doir uchurlarga o'rin berilgan bayonotda yo'lovchilarning hammasining Rossiya armiyasiga qarashliq askarlar ekanligi eskartildi. Shanxayda e'lon qilingan uqtirish diqqat tortdi. 7 mart ijtimoiy uchur vositalarida tarqatilgan Shanxay Changning rayonlik terrorlikqa qarshi turish xizmat yetakchilik ishxonasi tarqatgan suratlik e'lon kishilarning diqqatini tortdi. E'londa tövandagi ahvollarni ma'lum qilganlarga 500 ming yuan Xitoy puli mukofot beradiganligi bildirilgan bo'lib, e'lonning qachon chiqarilganligi ma'lum emas. E'londa ay yulduzliq buyumlarni qo'llanganlar, saqal qo'ygan va hijoblanganlar, bexatarlik tekshirishni rad qilganlar, boshqalarning kimligini ishlatganlar, asabiylik terrorlikqa aloqador unsim buyumlarini tarqatganlar, xatarlik buyumlarni elib sotganlar, cheklangan buyumlarni elib manganlar, yushurun tabliq qilganlar, nuqtaliq o'rinlarga xohlagancha kirganlar qatorliqlar tilga ilingan.